Avval ham 2 marta sudlangan fuqaro Qo'qon shahridan Damas avtomashinasini o'g'irlab ketdi. Transport vositasi Cho'dak qishlog'idan topilgan. E'tiborli jihati, Cho'dakka dam olishga borgan Damas avtomashinasi egasining mahalladoshlari mashina olib qocharini topishgan. 2004-yilda Uchko'prik tumanida tug'ilgan fuqaro transport vositasini olib qochish jinoyatini sodir etganligi uchun javobgarlikka tortildi. U qimmatbaho telefon apparatining oylik to'lovlarini to'lash uchun pul topish maqsadida Toshkent shahriga boradi. Poytaxtda ishlari o'xshamagach uyiga qaytadi. Otasi bilan janjallashib qolgach, yana Toshkentga ketish niyatida taksilar turadigan joy tomon piyoda yo'lga chiqadi. Qo'qon shahri Katta Ganjiravon mahalla fuqarolar yig'ini hududiga yetgan paytda ko'chada turgan Damas mashinasining eshiklari qulflanmagani va kaliti o'zida ekanini ko'rib, transport vositasini harakatga keltiradi hamda Namangan viloyati Pop tumani Cho'dak qishlog'i tomon boshqarib ketadi. Cho'dakka dam olish maqsadida kelgan ganjiravonliklar tanish Damasni ko'rib, uni hamqishloqlari kelgan deb o'ylashadi. Biroq rulda begona yigit ekanini ko'rib, shubhaga tushishadi. Dam olish maskaniga yetib borishgach, mahallaning Telegram guruhida Damas avtomashinasi olib qochilgani haqida xabar tarqalganini bilishadi. Shunda so'ng mahalladoshlar Cho'dak qishlog'i atrofini aylanib, avtomashinani topishadi. Uni boshqarib yurgan fuqarodan transport vositasini qayerdan olganini so'rashganida, u avtomashinani ijaraga olganini aytadi. Mahalladoshlar yigitni avtomashinaga o'tkazib, birga yo'lga tushishadi. Yo'lda to'xtagan paytda vaziyatni payqagan yigitcha avtomashinadan tushib, tog' tomonga qochib ketadi. Manzilga yetib kelgan ichki ishlar xodimlari tomonidan aybdor ushlanadi. Mazkur holat bo'yicha aybdor deb topilgan fuqaroga qonun doirasida jazo tayinlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 267-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga ushbu modda bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Shu o'rinda yurtdoshlarimizdan shaxsiy mol-mulklariga e'tiborli bo'lishlarini, avtomashinalarni doim qulflab, kalitini o'zlari bilan olib yurishlarini so'raymiz.